Nega? Yerga bilan qaydasan deyverasizlar. Davay, menda aytayim. Qalay bo'ladi ekan bu? Menda sezib ko'ring. Gol qaydasan? O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkibo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erkibo'lan To'xtar va bir tomonda arenaning bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkibo'lanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi